xuddi mana shu ko'rinib turgan darvozani bu ko'rib turganimiz pachoq holati. Xo'sh, eshiklingiz kvadrati ham 100 ming so'm. Eshigini bozi deyiladi mana bunisi. Bu 10 ga 5. 10 ga 5 125 ming. Eshigini rochkasi, donasi 65 ming so'mdan bo'lyapti hozirgi kundagi narxi. Shu eshikligimizda eni 93 ga 230 bo'ladi. Uch kabinetlarimiz 1 metrligi 25 ming so'm, uch kabinimiz 550 ming so'm hozirgi kundagi narxi. 10 ga 15. Aynan shu narsa 10 ga 15 deyiladi. Bo'yi 230. Tozalanmagan narxi 20 ming so'mdan chiqadi. 20 ming so'mdan chiqsa 230 mingga 210 ming so'm turadi hozirgi narx. Xo'sh, yana bir aytib o'tadiganimiz chana. Butun bor bo'yi 11.70. Hozir buni narxi 560 ming. 560-570 sotilyapti. 6 yoz profil. Buni ham seli bo'yi 11.70. Narxi 680 ming, 690 ming so'm narxda. Hozirgi kundagi narxi buni ham. Masalan, biz professional bloger emasmiz, lekin imkon qadar tushunarliroq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'sh, bugungi kundagi narxlar. Sanani aytib o'taman. 19 dekabr 2025-yil, demak, yil oxiri bunday holatda. Lagerlarimiz profil. Ko'pchilik buni tushunadi. Hozirgi kundagi narxi 80 ming so'm. Ichida qovurg'aligi bor. Mana shu 88 ming narxi. Bir tomoni katta, bir tomoni kichkinasi. Bu 70 ming so'mdan bo'lyapti hozirgi kundagi narxi. Tom listi narxi. Bu ham endi holatiga qarab bo'ladi. Ko'pincha aralash, yamog'i bor, chirigi borlari bilan bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kundagi holati 100 ming so'm narxi. Agar yaxshisini kelsa kerak, razmerga bizga deydiganlar bo'lsa, ularga qarab narxi biroz qo'shilib qoladi. Yon listlar ham hozirgi kunda shunaqa holatiga qarab 100 ming so'm. Arqa listlari kvadrati ham 100 ming so'mga to'g'ri kelyapti. Pollarning holati 70 ming so'mdan 110 minggacha. 70 ming so'm qanaqa deyilganlarga 70 ming so'mga kichkina variantlari. Aynan mana shu yerda ko'rib turgan razmerimiz eniga 63, bo'yiga 1.63. Shular donasi 75 mingdan hozirgi kunda. Eng standart razmeri bu xatovoy razmeri. Eni 1.16, bo'yi 2.40. Bularda 90 ming so'mdan 110 minggacha sotilyapti hozirda. Son qadar yoritib berishga harakat qilaman narxlarini. Xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysangiz, keyingi videolarda yana ham bir professional yondoshib narxlarni 0 dan 100 gacha tushuntirib chiqishga harakat qilaman. Agar kimgadir aynan shunaqa konteyner mahsulotining narxlari kerak bo'lsa, men yoritmaganlarim qolib ketgan bo'lsa, aytiladigan bo'lsa, chiroyli qilib yoritib beraman. Pollarning mana holati o'sha 110 mingligidan to 80 mingligacha butun pollar bor. Bu tomonimiz ishlab chiqarish zona. Shunaqa listlarda xizmatiga tekislar ham berilaveradi. Mana zakatobchi bu 2 g'ildiroqli aravaga zakatobga tayyorlab qo'yganmiz. Buni qiziq tomoni, qiziqarliroq tomoni bular nima? Choksiz. Faqat to'ralar tomoni svarkada pishiriladi, bo'ldi. Aravaga o'sha qozoni tayyor. Xullas bizda bir g'ildirakli zambarlarga ham zakatobga qilib beraveramiz. Mana zakatobkani boshlab qo'ygan ekan bolalar. Buni ham ko'rsatib ketay. Shunaqa list, agar list bizdan olib turib zakatobga qilib beraverasizlarmi deganga ham shunaqa xizmatlarimiz bor. Mana bularni yoritib ketaman hozir narxini. Bu mana konteyner tomlisidan bo'yi 2.30, rasxodi 12, hozirgi kundagi narxini yozib qo'ygan bo'lishim kerak edi. Xo'sh, 35 ming so'mdan chiqadi. Bunisi mana P'si. P qo'yilgan. Buni rasxodi menimcha 8, ikkala tomoni 2, tagi 4. Donasi 19 ming so'mdan. Svarchik ustakalar bo'ladigan bo'lsa, hali tomlarga mana shunaqa listdan kapalak qilib bukib qo'yilgan reyka hisobida mana. Necha to'ntarganda Straplilarning ustiga shunday tushadi, aytida 1.8 samolyot urib qo'yiladigan variant. Kapalak deyiladi. Buni ham metri
Xo'sh, metrga qancha? Donasi menimcha 23 ming so'mdan. Pastdan umid qoldiramiz akalar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, biz bajonidil ko'tarib beraveramiz. Xo'sh, truba deysizmi, o'xir deysizmi, hammasi bizda bor, xudo xolasa. Chiroyli qilib ko'tarib beramiz. Kanalimiz rivoji uchun like urib ketganlarga alohida katta rahmat. Keyingi videolarda xudo xolasa yana ham batafsil yondashishga harakat qilamiz. Rahmat hammaga.